U g'orda garov o'ynab hayotidan ayrilishiga bir baxiya qoldi. Matt ismli bu odam 2021-yilda Avstraliyadagi qop-qorong'u g'orda yolg'iz tunab qolmoqchi bo'ladi. Bu g'orga borishiga esa uning do'stini o'sha g'orda boshidan o'tkazgan taassurotlari va Mattga o'sha g'orga borib o'zini sinab ko'rishni taklif qilganligi sabab bo'ldi. Eng qizig'i, bu yerda kun kechirishni bitta qoidasi bor ekan. Ya'ni hech qanaqa texnika va sivilizatsiyasiz o'sha joyda o'zi olov yoqib oziqlanishi kerak edi. Yana bir muammoli tomoni esa Matt o'zi bilan ichimlik suvi olib kelishni unutgani bo'ldi. Endi Matt nafaqat ozuqa, balki suv manbaini ham aynan o'sha g'orning ichidan topishga majbur edi. Voqeaning boshida Matt o'sha g'orgacha 4 soat piyoda yurib bordi va yetib kelishi bilan g'or ichini kuzatishni boshladi. Lekin to'satdan g'orning kirish qismida mayda toshchalarning yerga tushayotganligi va qanaqadir hayvonni atrofda aylanib yurganining ovozi eshitildi. Eng dahshatlisi esa bundan keyin Matt uni uzoqdan kimdir tinimsiz kuzatayotganligini sezib qoldi. Keyin u biroz chalg'ish uchun o'zi bilan birga olib kelgan lovyali konservalarni yeb o'tirganida mana shu ovoz atrofdan eshitila boshladi. In a haunted cave. Mattni aytishicha, bu g'orga olib tushadigan qalin zanjirli narvonning ovoziga o'xsharkan. Eng qizig'i, bu zanjirni qimirlatib o'radigan qanaqadir kuchliroq shamol ham g'orning ichida hozir esmayotgan ekan. Shu sababli Matt bu narvonni aniq kimdir yoki nimadir qimirlatganini bilib juda ham qo'rqib ketdi. Lekin eng qizig'i, siz nima deb o'ylaysiz? Matt mana shu joyda tunab qolib garovda yutadimi yoki joni shirinlik qilib bu yerdan ketadimi? O'zingizning fikringizni kommentariyada yozib qoldiring va keyingi videolarda ko'rishguncha